حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, biz bugün Sure Al-İmran'ın 160. ayetine geldik. Söz yana o'xshash Uhud urushi haqida davomlashyapti. Mazmun Alloh subhanahu va taolaninki mu'min safining g'alaba qilishi uchun o'rinlashtirilgan bir prinsip haqida ketyapti. Masala kuch masalasi emas, masala tayyorlik masalasi emas. Tabiiyki Allah'ның dunyodagi qonuniyati bo'yicha sabablarni qilamiz, ammo ular bilan teng kuchning hozirlanishi, ular bilan teng sonning hozirlanishi shart emas. Faqat imkoniyatning yetishicha, kuchimizning yetishicha üstümüzdeki tushgan vazifani to'liq ado qilgandan keyingi masala Allohga qoladi degan mazmun haqida ketayotgan. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo 160-oyatda davomida Estaizu billah in yansurkumullohu fala g'oliba lakum va in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dihi va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Oyatni avval qisqacha bir tarjima qilsak, agar Alloh sizlarga yordam bersa, yani bundan ichiga nurg'un mazmun yo'shilmagan bo'ladi-da. Yuqorida men degandek prinsip masalasi ijro qilinsa, sizlar prinsipdan chetnimasanglar, asosiy maqsaddan chetnimasanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Shunda vaqtda fala g'aliba lakum, sen ustunlardan g'alaba qiladigan hech kim bo'lmaydi. Va in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di, agar Alloh sizni tashlasa, sizning har qancha tayyorligingiz, har qancha kuchingiz bilan faman zallazi yansurukum min ba'di, Allohdan boshqa kim sizlarga yordam beradi? Va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Oyatning oxiridagi mu'minlar Allohga tavakkul qilsin degan oyatdagi mu'minlar iborasi diqqatimizni tortadi qarindoshlar. Mu'minlar kimga ishonganlar? Allohga ishonganlar. Madam Allohga iymon etgan ekansizlar, Alloh subhanahu va taolaninki hakim, qudratlik, bütün ishlarninki yaxshi yomonini biladigan zot ekanligiga iymon etishingiz kerak. Alloh subhanahu va taoladan boshqa bizga yaxshilik qila oladigan birasining yo'qligiga iymon etishingiz kerak. Bu nuqtadan agar bütün zihnimizda haqiqatan Alloh buyuk qudrat egasi bo'lsa, bizning ishlarimizning yaxshi yomon tarafini eng obdan biladigan Alloh bo'lsa, undan boshqa kimga tavakkul qilamizki? Tavakkul qilish degani o'zimizni shunga topshirish deganlik bo'ladi. Oyatda Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarning ustinglardan g'alaba qilg'uchi bo'lmaydi deb bir iborat bor. Buning qarshisi-chi? Tam aksichi. Agar Alloh sizni tashlasa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Ya'ni bu yerda masala shuki, men darsning 5-yildan shuni eskartdim. Sen prinsip bo'yicha yo'lga chiqding. Osmonning buyrug'ini ap yo'lga chiqding. Bu buyruq Rasulullohni temsil qiladigan buyruq. Ya'ni Allohning kitobi, Rasulullohning sunnati bizda uyg'unlashdi, ya'ni hayotimizga tatbiqlandi. Biz o'zimizni shunga ko'ra hozirladik. Qonuniyat bo'yicha qudratimizning yetishicha qo'limizdan keladigan bütün tayyorliklarni bajondirlik bilan o'rindidik. Şu vaqtda o'zingning sonini dushmanning soni bilan asla solishtirma. O'zingning tayyorligini dushmanning tayyorligi bilan asla solishtirma. Chunki Alloh hech qachon bir mu'minni yoki mu'minlarni dushmanlar bilan mayli son jihatda, mayli tayyorlik jihatda aynı o'xshash bo'lsin demaydi asla. Bu yerda faqat nima deydi Alloh? Sen kuching yetadigan barliq ishlarni qil deyapti. Üstünge tushgan vazifani ado qil deyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'min safida şu mu'minlar ishongan zotning yordamining amaliy ifodasini o'rtaga chiqarmoqchi bu yerda. Agar masala qudrat kuch masalasi bo'lib qolsa, dushmanlik bor kuch bizda bo'lsa, masalan,
Düşmanın o'xshash son jihatda to'liq askar bizda bo'lib qolsa, andan keyin biz yangsak, bu normal bir ahvol bo'ldi. Adam bilan adam urushib, kuchli yengan bilan o'xshash gap bo'ladi. Ammo Alloh bu prinsipni shunda urlashtirdiki, Allohning g'albisi ifodasi o'rtaga chiqish kerak. Buning uchun nima bo'lish kerak desa, mu'min saf mutlaqo Allohning prinsipini o'ziga uyg'unlagan, ash Alloh bergan va'diga loyiq bo'lgan bir holatda bo'lib, garchi son jihatda dushmandan az olsa-mu, tayyorlik jihatda dushmandan az olsa-mu, faqat ilohiy yo'lni, ilohiy manhajni tamsil qilganligi uchunla Allohning yordami bilan g'alaba qilgan bir shaklda o'rtaga chiqish kerak. Bu Alloh subhanahu va taoloninki bu haqdagi prinsipi bu. Yani bizning shundoq deyishimizni umid qildi Alloh. Bütün imkoniyatni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Undan keyin Alloh, mana bu biz qodir bo'lgan imkoniyat bu. Bizda bor imkoniyat bu. Biz buning hammani qildik. Sabab nuqtasidan bütün sabablarni joyida tadbir oldik, masalan, qildik. Endi biz o'zlariga ishonch qilamiz, o'zlariga iymon aytdik. Bizning shu oz sonimiz bilan o'zlaridan yordam talab qilamiz. O'zlari buyuk yordam qilguvchi degan maholatni talab qiladi Alloh subhanahu va taolo. Sura Muhammadninki 11-oyatida nima dedi? Zalika bi annalloha mawlallazina amanu va annal kafirina la mawla lahum. Mushu masala o'rtaga chiqmoqchi. Masala. Allah subhanahu va taolo mu'minlarning egisi, haqiqiy iymon yo'lida turganlarning egisi, kufarlarning egisi yo'q. Bu oyatda in yansurkumullohu fala g'aliba lakum. Avval sen Allah subhanahu va taoloninki sana g'alaba berishini qo'lga keltira olasan. Buningga kafolatlik qila olasan. Mana bir nuqta va prinsipni hayotingga tatbiqlash orqali o'zingni bu yo'lning tamsilchisi bo'lishga loyiq qilish orqali Alloh yordam beradigan salohiyatga erishganingda majangda shu g'alaba qiladigan shaklga kirgan bo'lsa bu jangda Allohning sana nusrat ado qilishi asosida qana qilgan bo'lsa kirgan bo'lsa endi Allohning bizga yordam berganligini biz qanday bilalaymiz desa Allohning yordami bilan natija o'rtaga chiqqan vaqtda bilamiz. Çünkü Allah subhanahu wa taala dünyada hiç qanday bir meseleni reallikqa uygun ko'maydigan shaklda bizga bayon qilmaydi asla. Qur'onda bir masala bayon qilinib, o mesele reallikda ta'tir zid chiqib qolgay asla unda ish bo'lmaydi. Bu yerda agar sizlarga Alloh yordam bersa, yani sizlar prinsipni o'zi hayotingizga tatbiqlab, mush yo'lning tamsilchisi bo'lishga loyiq bo'lib, Allohning yordamiga erisha oladigan bo'lsanglar, sizning ustingizdan g'alaba qildigan odam bo'lmaydi dedi-ya. Ashta bir holatlarni shakllantirib bo'lgandan keyin yordam bermaydi, qarshi olmaydi qat'iy. Am bu alaqa reallikka qarg'an vaqtimizda masalan, tarixdan buyon dünyada kaderini özgertken bir janglar ve bunun neticeleri olgan dünyada Müslümanlar olan gayrimüslimlar oturusida. Tarixni özgertken, tarix sahifelerini, tarix çigirlerini almıştırgan büyük dünyanın kelgüs takdirini belgilegen bir janglar var. Müslümanların sani bu janglarda düşmanlarının 10'dan 1 to'g'ri kelmaydi. Ondan bir kimi to'g'ri kelmaydi. Hatta qurol yaroq jihatda o'xshash. Buning 5i Badr urushidan tortib. Hammalarga tunishib qo'ygan Malazgirt urushi, ondan boshqa tarixda bunda urushlar, bunda misollar naydi ko'p. Mana mushlarning hammasida faqat mu'minlardagi bir xil ishonch, jonliq aktiv ruh, bu din, bu da'vo, bu kurash uchun o'zini bag'ishlash vücudu bilan ko'zi boshqa narsaga tushmaslik. Muhim bir nuqta va sal turib keyingi oyatda keladi. Ko'zi mushu ishga kirishda boshqa narsani ko'zlamaslik. Mushda bir holatlar shakllangan vaqtda o'zining sonininki u qadar ozligi, tayyorligining u qadar ozligi bilan qana qildi? G'alaba qildi yana. Bu tarixda nurg'un izlarni qoldirdi, dunyoning taqdirini o'zgartdi bu ishlar hammasi.
Şoňaşky daýymyz Allah subhanahu wa taala hayaty nurgun sırlarny ýuşagan. Bu sırlarynki bäzisini bäzi insanlarga açydy. Çünki bular insanga mundalyk o olmuş ýaşy olamaydygan derejede sırlar emas. Bäzisini bäzilerge açydy. Bäzi insanlarning akyllarga ýol berdi, şeýle baýgaýdy. Taryhdan taýyp nurgun sırlar eçilewatydy. Meselen deýli mikrop bastırının kolu bilen bayıkaldı. Bastır onu bayıkaşın ilgili mikrop var mı yok mu? Ba. Lekin bir şey kömegen. Körenmegen onu. O bastır onu bayıkadı. Mikroskop icat kılındı. O bayıkadı. De bu neymi o dese hayatta, dünyada biz bildiğin, bilmeydiğin nurgun sırlar var. Küzümüz kürüdüğün ve kömeydiğin nurgun nimeler var, sırlar var. Muşu noktadan Qur'an-ı Kerim bizning gözümüz görmeydiğen nurgun näsini sözleydi. Mesela xuddi biz mikropni burun kömey, kin bayqılıp kögenge oxşaş. O bayqalgandan kin peyda olmadı o. Burundan batdı, biz faqat yaqindan bayqadık ve bayqagandan kin badıdık mikropni. Mesela Qur'an-ı Kerim cin haqqida sözleydi, malaika haqqida sözleydi. Bu bizning idrakatımızın sırtqı bir ahval. Bizning görüş daimimizga kirmeydiğen bir ahvallar. Mesela malaikeler nurdan yaratıldı, cilla otdan yaratıldı deydi mesela. Bunun hiç qayısını yok demeyimiz, inkar qılmayımız ketdi, işinimiz bununla. Biz faqat körenmegenler yerimiz var. Yani bu yerdeki mesele neyim o dese, Kur'an bizge ortaya koygan meseleler, biz faqat növbetdeki sebeplerini qilib yıkıllasak ortaga çıkıdı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugünkü ayette Allah sizlere yardım berse, sizin üstünüzden galbe kılgıcı bulmaydı, galip gelgici bulmaydı dedi ya. Yani Allah'ın galbisi cenge biz Allah'ın yardımını istep kirişki bağlandı. Anlasın Allah'ın yardımını istep kirişinin şartına Allah'a yardım bir ifadesi o Kur'an'da kullanılan. İntansurullah yansurukumdaki. Bu neymi o dese, yani benim en mühim nokta. Sen cenge kirge vaxtıda, senin közün bir lam nesini közsün. O zaman neymi o dese, Allah'ın kelimesini üstün kılış. Ve ondan başka, kupparlarının kelimesini töven kılış. Ondan başka maksat olmaslık gerek. Mana bu asas talep. Ben gapni bakjıq çögültüp ketdim, ona bunu misal qilib. Asasi talep bu. Şu ahvallar bizden talep qilindi. Biz şunu tatbiqlayalsak, özümüzde özleştirəlisek, əməliləştirəlisek, Allah'ın yardımı kıldı. Allah'ın yardımı kelgen zaman o bizning aldığımızdaki o sanaqsız hərbi güc, armiya ve xilma-xil isil qurallar vaqti kelsa aldığımızda çöküdü. Bu her göz mübalağ şekilde davatgan gap emas, qarindaşlar. Tarixga qarab baqsaq buludu. Tarix qarab baqile. Azraq tarix o'qib baqile. Musulmonlarninki tarixdagi her qazanğanları, her g'albalari asosan bu şekilde bulaqliq. Çünkü biz mangan yol insonga temsil bo'ladigan yo'l emas. İlahi temsil yolu, ilahi menhecinin temsilçileri biz inşallah. Eğer biz şununla hak bula, yani özümüz layık olasak eğer. Biz de şu salahiyatını hazırlayalsak. Ama bu yolun sırtındaki ahvallar. Normal insan bilen insanın oturuda hayat kanuniyeti işleydi bu yerde. Kim küçük olsa yanıdı. Dünyada A kafir ile Ma kafir uruştu. Kim küçük olsa yanıdı. Onunla hayat kanuniyeti tabii qana qılıdı, özünün rolunu cari qıldırdı. Ama Müslümanların yolu hayat kanuniyetinin halqıgan bir yol. Müslümanlar fakat üstüge düşken ve imkaniyet yetken bütün işlerini qılıdı. Onun keyninden hayat kanuniyetinin halqıgan bir netice çıkıdı ki fela galibe lek bizden galbe qılıdığanlar olmaydı bizden üstümüzden. Bizni yengdiganlar olmaydı. Mesele tam müşahede qarindaşlar. Muşu meseleni biz tushunmayapmiz qarindaşlar. Biz müminlarning, musulmonlarning yo'lining bu xil prinsipini tushunmayapmiz. O'zimizni dunyodagi boshqa kuchlarga o'xshatyapmiz. Dinsiz kuchlarga o'xshatyapmiz. Biz anda qilsak qutulimiz deydigan bir xil tuyg'uda ketyapmiz. Ashta qilgan dunyoda nurg'un millatlar bor. Nurg'un kishilar bor.
bo'lmayapti deyishi. Yani bizdeki mesele o emas. Yani mu'minlardaki mesele onunga o'xshamaydigan bir taraf va qarindoshlar. Oyatning keyinida bizga buni aniq uch oshkora shaklda gapirayotdi ta'tirisnima. Agar Alloh sizni tashlab etsa, Allohdan boshqa kim yordam berasizlar? Bu aniq noytu ko'z oldimizda ko'rdik buning natijasida. Bakchiq ko'rdik buni. Biz bu yerda qadam-qadam yengilgan ahvollarimiz bor. Qadam-qadam boshqalarning zarbasiga uchragan ahvol. Bu bizni xuddi Alloh bizdan voz kechgan bir tuyg'uga akiladi qarindoshlar. Nimishqa biz bilamiz. Biz Allohning ta'limotini tashladik, Allohning dinidan yiroqlashdik masalan. Hayotimizda Allohning dinining ifodasini ko'rmayotimiz. Amaliyotda Allohning bu bizdan bilmoqli. Qanday Allohimizdan bilib? Agar bizni butunlay boshqa millatga o'xshash tashlayotgan bo'lsa, ma ahvol ko'rmaydi. Bizni mu'min deb hisoblag'achqa Alloh, mu'min deb qaragan bo'g'achqa biz mushu prinsip bo'yicha qurilyapmiz, natijaga erishyapmiz. Prinsip qandaqdir bu yo'lning prinsipi? Agar ta'limotlarni hayotingga tatbiq qilsang, g'alaba qiladigan, bo'lmasa mag'lub bo'ladigan bir prinsipda. Ma prinsipda biz qachon Allohning ta'limotlarini shunday yoqlasak, zarbaga uchrayapmiz. Xarliq uchrayapmiz. İzzetimiz qo'ldan ketyapti. Buni o'zi nima desa, Alloh bizni yana o'zining mu'min bandasi qatorida qanday qilyapti? Adablayapti yana. Biz bu Uhud urushi haqida bir narsani degan. Agar ashada musulmonlar Uhudni g'alaba qilaversa, ammo dinning asosiy prinsipininki bizga to'g'ri ifodalanish bo'lmay qoladi yerda. Bu dinning asosiy prinsipi nima edi? Sen manhajdan chetnamisan, g'alaba, chetnasan, mag'lubiyatga uchraysan. Bir dars olg'aya biz Uhuddan. Ahvolimiz shu yani. Dars olyapmiz. Bu dars olganlikni o'zi Alloh bizni tashlab etmaganligi. Alloh saqlayapti qarindoshlar. Bizning aslimizga qaytishimizni saqlayapti. Aslimizga qaytib bu yo'lning haqiqiy temsilchisi bo'lishimizni saqlayapti. Va g'alaba berishni saqlayapti. Qur'onda buni da'vatidi. Bugun bizga da'vatidi Qur'onda. Gerçi 1400 yil ilgari tushgan bo'lsa-mu, bugun bizga Qur'on qanday qilyapti, xitob qilyapti. Va eng oxirida oyatning eng oxirisida shunda oyoqlashtirdi bu oyatni va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ilgari bir oyatda Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi dedi. Endi tavakkul qilmaganlar o'zining iymonini qanday qilib baqish kerak, murojaat qilib baqish kerak. Yana tavakkul haqida biz to'xtaldik ilgari darslarda. Tavakkul qanaqdir hammani tashlab, qanaq qilish, silinib olish, yulinib olish emas. Agar bu haqda texnik kengayib tushunchaga erishmoqchi bo'lsanglar, ilgari darsga qarasanglar bo'ladi. Masala nima desa, hozir demoqchi bo'lgan masala keyingi oyatda gapni uchiq o'tirib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo 161-oyatda. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Payg'ambarningki xiyonat qilishi asla mumkin emas. Kim xiyonat qiladi ekan? Qiyomat kuni esa xiyonat qilgan narsalarni ep keladi. Undan keyin har kishi o'zi qilgan ishni to'liq topshirib, yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Amali solih olsa mukofotini, yomon ishlar olib qolsa jazosini topshirib oladi va hum la yuzlamun. Hech kim qana qilinmaydi, zulm qilinmaydi. Oyatdagi g'ulla ifodasi qo'llanadi. G'ulla asli so'z ma'nosida maxfiy bir narsani evilish. Taxmin chiqilsak, qassoblar xalqning qo'ylarini, qora to'galarini so'yib bergan vaqtda maxfiycha tirida asraq go'shtni kesib tirab kelib olib terilan yo'gab akitib kesib olganini go'shtning egisidan maxfiy shaklda ma'lum go'shtni tiriga chaplab turib o'g'irlaganini g'alladaydi. Bu yerdagi u maqsad emas. Ammo bu yerdagi maqsad oyatdagi ma'no jihad babida, ya'ni umumning mali va ya g'animatga tushadigan va boshqa umumiy intizomda bir umumning mollari bo'ladi. Shu yerdagi g'animat va boshqa umumning mollariga xiyonat qilish masalasi tilga ilinyapti. Ya'ni ba'zi vaqtda bilamiz janglarda jiddiy bir holatlar bo'ladi. Hamma o'zining joni bilan yoki urush jiddiychilik bilan bo'lgan vaqtda bir askar qimmatli bir narsani ko'rib tiqib oladigan, yushirib oladigan ahvol bo'ldi ya, shu narsa. Buning iliqi moddiy ma'nosi, ma'naviy nuqtada bir odamning g'il deb qo'yadi, qalbida boshqalarga nisbatan o'chmanlikni yushag'inni
Gıl dep koydu adette gulul gıl. Yani ma noktada ma mana, a noktada a mana, ma ayette aşu umumның meledin xiyanat qilib ma'lum narsani yushirib qo'yganini g'il deymiz. Ya'ni payg'ambar asla nima qilishi, xiyanat qilishi mumkin emas ifodasidan biz tushunamizki, payg'ambar mumkin emas, ammo payg'ambarning ergashishlarida bu ahvol turlab qilishi mumkin. Shunlashqa va may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah degan oyat keyingi kelyapti. Kimki xiyanat qiladi ekan, qiyomat qilsa, qiyomat kunisi shu xiyanat qilgan narsani olib keladi. Qarasak o'qchilar tag'usida g'animatni shunda ko'rdi, g'animatga dumlam tushdi. Nima ishqa? Chunki Badrda bunday ahvol bo'lgan. Badrning o'ljilari taqsim qilinmagan. Balki Badrda Rasululloh shunda da'vatganki, kim birovni o'ldirsa dushmandan, shuning butun nasri shuni bo'ladi. Badrda askarli irishkini o'zini olgan. O'ltaga adamning butun mol-mulklari shuningga qolgan. Uhudki askarlarni masala shu Badrga o'xshash bo'ladi deb o'ylab qolgan. Rasululloh g'animat bermaydi deb o'ylab qolgan. Alloh oyatida nima deydi? Yo'q, ikki masala. Av boshqa. Ammo ma Uhudda anda qilib qolsang xiyonat qilgan bo'lsa. Payg'ambarning tabiati asla xiyonat qilmaydi. Asla va asla. Ammo payg'ambarning ummatidan birasi qilib qilishi mumkin. Masalan, Umar radhiyallohu anhu Paris jangida bir bilik kishilar Kisroning tojini keldi. Bu favqulodda bir imperatorning tojida, favqulodda qimmatli toj edi. Umar radhiyallohu anhu buni ko'rgandan keyin mushuni o'zining amiriga topshirolgan millat eng ishonchli millat bo'ladi. Chunki yushalish ehtimoli bor edi. Tiqvolaydi. Bunda bir ahvol ko'rganda, demak, payg'ambarning asla nima qilishi, xiyonat qilish mumkin bo'lmagan bilan, ammo insonchilikda qilib qilish ehtimoli bor. Qarama, ilgirki oyatda Allohning yordamkasi asla sizlarning hech kim, chunki bir narsa navotib bu yerda. Kuzang Allohning kalimasini ustun qilishdan bo'lsin. Yana bir narsa bo'lib qolgan hamon san qalbi kelmaydi. Buning bir misoli sifatida o'lji g'animatlardagi kichikgina xiyonatni misol qilyapti. Endi kichikgina xiyonat o'g'ayada buni cho'ngini tasavvur qilish tabiiyki bizga nisbatan qiyin emas. Kichik narsalarda masala bu qadar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mushaqda bunda bir hadis bor xiyonat haqida. Vallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighayri hil. Allah bilan qasamki, aranglardan kimki bir narsani halol olmagan shaklda olsa, yana xiyonat qilsa, umumning miliga u kishi Allohga shu narsani qiyomat kuni yutgan peti Allohning oldiga boradi. Alloh ularni ushurishidi. Balkim bilmayman, aranglardan birlari ingrawatgan tuguni ko'targan peti, Möqravatqan kalını kötəgən peti, məqravatqan qoyunu kötəgən peti berişi mümkün deyə Rasulullah ma ifadə qollandı. Anaki Rasulullah igiz qolunu qattiq igiz götürüb dua qıldı ta qoltuğunun iq görəngidək dərəcədə dedi ki, "Ey Allah, mən yetküzdüm" deb ma şəkildə qılğan bir nimasi var, hadisdə bir bayanı var, ifadəsi var. Yəni haram məxfilərcə umumның mallarına qol sunub haram şəkildə qoyunu tügünü, kalını, nim olsa bunun xiyonat qilganlar qiyomat kuni shuni ko'tirib, eshak xiyonat qilganlar hangrab keladi. Hangrgan peti eshakni yudib qana qiladigan qiyomat kunisi demak hamma rasvo. Chunki qiyomatning bir ismi rasvo qilg'uchi ya. Qiyomat kunisi dunyoda qilgan har ishninki etildigan bir vaqti. Ya Rasulullah, bizga shafaat qilgin deb keladi qiyomat kunisi ummat Rasulullohning qashiga ummat, ammo dunyoda bir muncha xiyonat qilgan, Rasululloh xiyonatning qiyomat kuni mashta bo'lganligini o'tirib qo'ygan, balkim qiyomatda u asqatmasligi mumkin. Endi g'animat masalasi jangda nimishqa bu qadarlik askar tilida desa, chunki askar jang qilayotgan vaqtning o'zida uning bütün es xiyali mujahidning qalbisini Allohning kalimasining ustun bo'lishi. Bo'lmagan ahvol ostida qalbiga kirishilishi tas. Uning mundaq aytgan vaqtda, o'zimizning tilda aytgan vaqtda
ko'zi yoki niyati, maqsadi o qadar cho'paylatsa, majang qilinmaydi. Askarninki, bir mujohidninki, bir urush qilayotgan shaxsning jinoyatini ko'z oldiga qo'yib, bunda himmati, ko'zi bunda yuksak saviyada bo'lish kerak. Yuqori narsalarga qarash kerak. Yani millatning g'albisi, millatning ozodligi masalan, dinning ustunligi, ma'nosiga qarash kerak. O to'rt dangilik narsalarga qarab yursa, bu qadar cho'paylik bilan g'albini asla qilolmaydi. Bu bir yuqori saviya talab qildi ma Allah bizdan nimada ma millat davosiga kirganlar, bu yo'lga kirganlar, bu din davosiga kirganlar biraz yuksak saviyada bo'lish kerak. Uning ko'z qarashli kallasi biraz yuqori bo'lish kerak, ko'zi biraz yiroqqa qarash kerak. O kichik to'rt tengiga qarab bu yo'lga chiqqan odamning yo'lning o'tirda qolganligi bu aniq. Lekin oyatning oxirisida deydi: "Summa tuwaffa kullu nafsin ma." Har inson o'zining qilganining hammani topshirib oladi. Qarangmi? O'ljida xiyonat qilib qolganlar. O'ljidan boshqa yerda xiyonat qilganlar. Hammani o'ziga oladi hozir qilma mazmun hamdi. Bani bayatning o'ljidagi kichkina xiyonatni misol sifatida tilg'aldik ya. Hamdi davomliq masala o'ljidan bo'lmaydi. Hayot dunyoda bizning normal turmushlarimizda ko'rminlagan xiyonatlar bor. Birlari bino soladi. Millat uning binosini buni deb o'tirdi. Azroq yetarishga paylamay qana qiladi, yiqilib ketdi. Chunki u sog'an binosiga o'lchamlik material ishlatmagan. Xiyonat. Birlari o'qituvchilik qilib bola tarbiyalaydi. Bolalar hammasi abga chiqadi, millatga foydasidan bo'lib chiqadi. Chunki u o'qitish jarayonida o'zining o'qituvchilik haqqini ado qilmagan xiyonat. Digili tutsak misol intayin ko'p. Ta qiyomatga qadar insonlar jamiyatida bu xil ahvol bor. Birisini yaxshi musulmon bizga halol yemeklik bilan ta'minlaydi deb oshxonasiga kiramiz. Ammo u pokizlikka diqqat qilmaydi, yemeklikninki sifatiga diqqat qilmaydi. O bir xiyonat. Şunun tamoqini yeb og'riymiz, kasallaymiz, aqlimiz bulg'unadi. O xiyonat. Demak, atrofimizdagi har an, har masala bir omonat masalasi. Buni yaxshi qilmay xiyonat qilganlar qiyomat kunisi buning mukofot jazosini tamoman to'liq oladi. Shunga oyatda g'animat masalasini kichkina tilga olib misol qilib qo'ygandan keyin summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Har odam qiyomat kunisi qilgan har ishning jazosini, mukofotini to'liq topshirib oladi. Yaxshi bo'lsa, yaxshi shaklda, yomon bo'lsa, yomon shaklda. Hech kim dunyoda qilib oldim, etib oldim, setib oldim deb tugamaydi. Va hum la yuzlamun. Ular zulm qilinmaydi degan ifoda nimalarni o'ziga oldi bilamiz qarindoshlar. Ishga do'konchi va ishga magazinchi, ishga oshxonchi va bir misol olaylik. Bir oshxonchi nisbati nachar yemekliklarni sotadi o'xshash pulga, yana birisi nisbati yaxshi yemekliklarni sotadi o'xshash pulga. Maumo o'xshash pul topadi, ammo mavo nisbati yaxshi yemekliklarni sotaman deb buning aldığı vaqtda bahası yuqorildi, ma aldığı vaqt aza oladi. Buningla bilan mao dunyoda foydani azroq oladi ya. Hergiz bunda ketmaydi bu ish. Ma oyatning oxirisidagi hech kim zulm qilinmaydi degani mao dunyoda taratgan azinini mutlaqo qana qiladi to'ldiraydi mishada. Hech kim zulm qilinmaydi. Dunyoda ikki o'xshash odamning ishini yaxshi qilib o'zining ustidagi vazifani to'liq ado qilgan odam bilan ishini yaxshi qilmay ado qilmagandan keyin o'tirda bir qul haqqi, banda haqqi shakllanadi. Gerçi ma'lum aloqasi yo'q qilgan bilan aloqasi bor uningki. Mush ishlarning hammasi qiyomat kuni tangshiladi. Hech kimning haqqi hech kimda qolmaydi. Va hum la yuzlamun. Hech kim zulm qilinmaydi. Aqallaysi bir kichik misoldan birini olsam, bir o'quvchi yaxshi tirishib o'qib ayni natijaga erishdi. Yana birisi tirishmay ama imtihanda saxtalik qilib, amonat xiyonat qilib, ko'chirib ayni natijaga erishdi. Buningla bilan buning ko'rsatgan tirishchiligi ne ketdi? Buning to'lagan badali ne ketdi? Mayada o'ynab, kulib, tomosha qilib, oxirida o'xshash natijaga erishgan odam bo'lib qolsa, bu yerda adolat nima ish qiladi? Mushlarning hammasi qiyomat kunisi o'zininki mukofot jazosini oladi. Hech kimni qolmaydi. Buningga zulm qilinmaydi, uningga zulm qilinmaydi. Hammasi o'zining haqqini oladi. Bu masala boshqa shaklda tushunilishi kerak. Andikin 162-oyatda davatidi. Afamanit taba'a ridvanallohi
kemen ba'a bi sahatin min Allah ve ma'wahu cehennem ve bi'sel masqir. Mesele dinning umumiy prinsiplardan uşaq meselelergacha hammani o'z ichiga oladigan prinsip masalasi birodarlar. Yuqori degandek. Avval oyatni tarjima qilyapsam, Allohning roziligiga ergashgan kishi, Allohdan g'azabni elib qaytgan kishiga o'xshamdi ajaba? Ularning oqibati bek yomon bo'ladi. Bek oyatda Alloh sual şekilde bayan kılıvatıdı ayetini. Bayan şekilde emas, sual şekilde davatıdı. Yani bizden soravatıdı. Bizden adli aklimizden soravatıdı. Sen de baka davatıdı. Biz de bakaylı. Allah'ın razılığını izlep her işte bedel tülüge eden bilen. Allah'ın gazibine erişip kaytkan adam. Oğuşaşlandı karındaşlar. Tabii oğuşaş olmaydı. Tabii oxşaş olmaydı. Her birisinin neticesi qanaqılmaydı, oxşamaydı. Mao çünkü bu yolda nurgun bedellerini türeydi. Mao bu yolda hiç qana bedel türemeydi. Ben bayatın dedim ya, adli bir misal aldım. Bir tirişip okugan okuğuchunun erişken neticesi bilen köçürümkeşlik qilib yoki aldamchilik qilib aynı netijaga erishgan o'quvchininki ahvoli tubdan o'xshamaydi. Ondan keyin o'xshash bir sodada birisi yaxshi qilib erishgan o o'xshash pul, yana birisi nachar qilib erishgan o'xshash puldagi natija o'xshashmaydi. Chunki bu yerda Allohning roziligini izlab badal to'lagan odam bilan Allohning g'azabini epqat qadamning ahvoli tubdan o'xshamaydi. Bu bir kichik masalalarni misol qilyapman. Ishlarning cho'ngi texshu, bu da'vo, bu yo'l, ilohiy prinsip, dinning xizmati qatorliq umum masalalarda Allohning roziligini izlab badal to'lagan, xiyonat qilmagan, ummatning omonatiga xiyonat qilmagan odam bilan xiyonat qilib g'animatlarga qo'l tiqqan, umumning maliga qo'l tiqqan, ummatning mol-mulkiga qo'l tiqqan odamning ahvoli tubdan bir-biriga aslo qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Allohning roziligini izlab dushmanning sepiga jang qilish uchun kirgan odamlar bilan Allohning roziligini ko'zmay uyda chiroyli issiq o'tgan odamning ahvoli o'xshamaydi. Oyatda şu meseleler bir misal sifatida tilga olinib, dinning umumiy prinsip masalalaridan eng uşaq masalalargacha o'z ichiga oladigan shaklda bir masala bayon qilinadi qarindoshlar. Hum darajatun indalloh vallohu basirum bima ya'malun. Amaliyotda bularning hammasi Allohning nazaridagi bir daraja. Kim qanchalik qilsa, buni shuncha ko'radi. Alloh ular qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Buradagi darajat degani qiyomat kunidagi amalga qarata beriladigan o'rinlarni ko'rsatadi. Odatda daraja bizning turmushimizda ishlatadigan, egizga chiqadigan palam-paylarni ko'rsatadi. Qiyomat kunidagi jannatdagi har odamdan farqlanadigan bir o'rnini darajat deymiz. Undan boshqa Davzax ifodasiga kelib qolgan vaqtida darakat deb manda astiga mangdigan ifodani qo'llanildi. Bu shaklda qanaqa qilsak bo'lib tushunsak bo'ladi. Undan boshqa Alloh sizlar qilayotgan ishlarni ko'rib turadi degan oyatdagi ya'malun ifodasi bor. Ya'malun ifodasi arabchada amila ya'malu degan fe'l orqali ifodalanadi. Biz tarjima qilsak normal qilish deb tarjima qilamiz, ammo arab tilining umumiy ifodasini sizlarga bir qılalığınımca ifadelasam, bir insanın her beden azalarınınki iş hareketine amile deydi. Mesela göz görüdü. Bu mu amilenin tahtiga kiradi. İnsan qilgan ishning qatoriga. Quloq anglaydi. Ma lug'at qadiniya, lug'at qarasak qilish deb tarjima qiladi. Bu bekalik bizning uyg'ur tilida nuqul insondan qilayotgan ishiga qartilib qolgan deb tuyulsa, ammo arab tilidagi amila inson badanining har a'zolarining qiladigan vazifasini amila deydi. Ko'zning ko'rishini amila deydi. Qo'lning tutishini, og'izning so'zlashini, tilning so'zlashini, quloqning anglashini va har a'zoning qilgan ishi amila bo'ladi. Shu insonningki o'ylagan tafakkuri, qilgan so'zi, anglagan so'zlari, mangan qadamlari hammasi amila. Ammo arab tilida yana bir fe'l bor. Fa'ala. O qildi. Ikkisini lug'atdan qarasak o'xshash, lekin ma qildi qo'lning ish harakatiga qaratildi. Amila butun badanninki o'z vazifasini ado qilgan amila bo'ladi. Shunga yerda Alloh ularning qilg'ini bilib turadigan inson har shaklda qilgan ishi, o'y tafakkuridan tortib hammani Alloh ko'rib turadi degan ma'noda olsak bo'ladi qarindoshlar. So'zmi ya'maluning tahtiga kiradi, ko'rishmi ya'maluning tahtiga kiradi, anglashmi ya'maluning tahtiga kiradi, tafakkurmi ya'maluning, hammasi ya'maluning tahtiga kiradi. Ammo fa'ala va qildi degan ma'noni ifodalash bu faqat insonningki amaliy
özünün iş hareketini gösterdi. Şoňa Kur'an-ı Kerimde ya eyyuhellezine amanu lima taquluna ma la tef'alun kebura maqtan indallah en taqulu ma la tef'alun. Nima üçin diginingni qılmaysy degan ýerde ýygyzdan çykkan söz bilen iş hareketini nimiş bir olmaydy degan ma'na. O ýerdeki faala fiilisi golunuklyk. O wagtda iş hareketini görürsüdi. Bu ýerde amila fiilisi. Çünki insanyň bütün halatynyň bütün əzalarının bütün halatınınki netijesini amile pillen mana ifadalagan. Şunu öğrendiğin vakit nasıl ötülen dersimiz meşe toxtaydı. Ve ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.